Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari, futbolsevar do'stlar. Har doimgidek O'zbekiston, Osiyo va dunyoda ro'y berayotgan eng qiziqarli xabarlar bilan Zafar Bimromi kanali eng qiziqarli ma'lumotlarni e'tiboringizga taqdim etadi. Jahon chempionatidan gapiramiz. Eng asosiysi, qadrli do'stlar, Yaponiya terma jamoasi ham play-off yo'llanmasini qo'lga kiritganida, afsuski Carlo Ancelotti shogirdlariga qiyin bo'lgan o'yinda kunchiqar mamlakat qit'adoshlarimiz Yaponiya 2-1 hisobda mag'lubiyatga uchradi va ushbu mag'lubiyatdan keyin Yaponiya futboli, Yaponiya terma jamoasi o'z vataniga qaytganida mana shunday ta'zimlar bilan ushbu juda ham qoniqarsiz natijadan Yaponiya bosh murabbiyi uzrlar so'radi. Hamma aybni o'z zimmasiga olib terma jamoadan iste'foga chiqqanini rasman tasdiqladi. Mana sizga futbolga bo'lgan e'tibor, mana sizga mas'uliyatni juda ham kuchliligi va yana bir xabar, qadrli do'stlar. Janubiy Koreya terma jamoasi guruhda qolib ketdi. Qoniqarsiz natijasidan keyin Koreya futboli ham albatta o'z vataniga qaytganda ularga ham jinoiy javobgarlik qo'llanildi. Ya'niki ularga ham albatta javobgarlik bo'yniga qo'yildi. Nimaga ushbu mundialda qoniqarsiz natija qilding dedi va ularni Koreya futbol muxlislari ham yaxshi kutib olmadi, norozilik bilan kutib oldi. Qadrli do'stlar, O'zbekiston terma jamoamiz ham albatta vatanimizga qaytdi. Ko'z tegmasin, hammasi yaxshi. Bizni vatanimizda milliy terma jamoamiz birinchi marta ushbu mundialda qatnashayotgani uchun yaxshi kayfiyatda kutib oldi va futbolchilarimiz albatta jahon chempionatidagi taassurotlar bilan o'rtoqlashishdi. Eldor Shomurodov ham intervyu berdi. Hamma faqat Kannavarroda emas, bizda ham ayblar bo'ldi. Yigitlar harakat qilishdi deyishdi. Undan oldin, qadrli do'stlar, bizni biroz sharmandali holatga qo'ygan, buni ochiqdan ochiq aytaman. Milliy terma jamoa a'zosi nimaga mundialga bordingu, nimaga bunaqa holatlar bo'ldi? Kulgili holat bo'ldi. Bilmayman, yo dunyo qarash biroz boshqachami yoki vatan tuyg'usi yo'qmi? Men u futbolchini ayblamoqchi emasman-ku, lekin bilmasdan gapirib qo'yganiga ishonchim komil. Doston Hamdamov, asosiy orzuyimiz Cristiano Ronaldo bilan birga to'p surishdi. Biz orzuyimizga yetishdik degan intervyularni berib, xalqni qarg'ishiga, xalqni har xil negativ fikrlar bildirishiga sababchi bo'ldi va shunday gaplardan keyin balki Doston Hamdamov ham noto'g'ri gapirganini tushungandir. Mayli, qadrli do'stlar, yigitlarimiz harakat qilishdi, lekin mana bunday gaplardan keyin hammada har xil fikrlar, har xil g'oyalar yuribdi. Nimaga biz mundialga shunchaki Ronaldo bilan o'ynash uchun yoki kuchli futbolchilar bilan shunchaki borib futbolga almashish uchun bordimi terma jamoamiz degan savollar albatta o'rtaga tashlandi. Birinchi marta qatnashdik. Bizda bu birinchisi bo'ldi desak, boshqa tomondan bizni og'zimizga uradiganlar ham bo'ldi. Chunki nimaga faqat O'zbekiston emas, 48 ta terma jamoa ichida Cabo Verde bor. Yana shu mavzuga takror va takror to'xtalamiz. Kurisao terma jamoasi ham birinchi marta qatnashdi. Bular ham axir debutant degan savolga yana bitta savolga savol, javobga javob, yangi savollarga javob topilganda unutmang, yana yangi savollar chiqadi deganga o'xshab, Kurisao terma jamoasining 26 nafar futbolchisidan 25 nafari aslida Yevropada tug'ilgan, shuning uchun ular ochko oldi deyilmoqda. Cabo Verde terma jamoasini ham deyarli 10 dan oshiq futbolchi Yevropada tug'ilgan, shuning uchun ular guruhdan chiqdi degan gaplar. Xullas, hamma narsaga, hamma savolga javoblar tayyor. Bizda ham shunday futbolchilar bor. Misol uchun aytaylik, O'tkir Yusupov asli Qozog'istonda tug'ilgan, lekin O'zbekiston fuqaroligini olib, O'zbekiston milliy terma jamoasi Navbahor klubi a'zosi hisoblanadi. Endi qadrli do'stlar, O'tkir Yusupovga nimaga to'xtaldim? Nimaga men Cannavarodan xafa bo'laman? To'g'ri, u milliy terma jamoamiz bilan O'zbekistonga kelmadi, aynan o'z vatani Italiyaga bordi. Hatto o'g'rini qaroqchi urdi deydi-ku, xuddi shunga o'xshab u Italiyaga ketayotgan paytda yana o'zbek taksisiga to'g'ri kelib, o'zbek taksisi Mister Cannavaro deb undan ham intervyu oldi. Mana marhamat, ko'rishingiz mumkin. Assalamu alaikum guys, this is Mr. Cannavaro. Good luck in future. Uzbekistan team, thank you so much. Everything good luck with you, thank you.
Ha, qadrli do'stlar, albatta Cannavaro ham to'g'ri Italiyaga yo'l oldi. Milliy terma jamoamiz O'zbekistonimizga keldi. Endi men Cannavarodan umuman shu terma jamoamiz tarkibidan xafa bo'lganim, birinchi turda biz Kolumbiyaga qarshi O'tkir Yusupovni darvozaga tushirdik. To'g'ri, 3 ta to'p o'tkazdi. Ikkinchi turda Portugaliya bilan o'yinga Abduvohid Ne'matovni tushirdik. Uchinchi turda men Cannavaroga tushunmadim. Nimaga aynan yana Abduvohid Ne'matovni tushirdi? Shunga ochig'i hayronman. Birorta bir tarjimon bo'lsa, Cannavaro bilan aloqaga chiqishga nimaga? Xo'p, agar darvozabonni har bittasini tushirish imkoniyati bo'lsa, 3-raqamli bo'lib borgan darvozabonimiz Botir Ali Ergashevga ham imkoniyat berish kerak edi. Nimaga aynan Abduvohid Ne'matovga? Nimaga O'tkir Yusupov bor-yo'q birinchi turda darvozani qo'riqladi, undan keyin olib tashlandi? Mana shunday savollar meni haligacha o'ylantiradi. Garchi mundialda unutishga harakat qilyapman, lekin baribir terma jamoamiz uchun jon kuydiramiz. Vatan jamoasi g'alaba qozonsa xursand bo'lamiz, mag'lubiyatga uchrasa albatta negativ fikrlarni bildiramiz, g'alaba qozonsa pozitiv fikrlar bildiriladi-da. Mana shunday savollar meni ko'p qiynadi. Endi qadrli do'stlar, oldimizda qanaqa o'yinlar turibdi? Jiddiy o'yinlar. Hozirda 5 ta o'yin o'tkazib, barcha o'yinlarda mag'lubiyatga uchradik. Bundan yaxshi xulosa chiqarishimiz kerak. To'g'ri, biz anoyi raqiblarga qarshi o'ynamadik. Endi oldimizda 2027-yil Osiyo Kubogi turibdi. Mana shu Osiyo Kubogida uzoqroqqa borishni o'ylashimiz kerak. Xo'sh, Cannavaro biz bilan oxirigacha boradimi yoki u bilan shartnoma bekor bo'ladimi? Ko'pchilik Cannavaro out demoqda. Yana kimdirlar yo'q, Cannavaroga oxirigacha imkoniyat berish kerak. Cannavaro yaxshi mutaxassis demoqda. Yana bir boshqa bizni kuzatadigan, bizni o'zbek futbolini diqqat bilan kuzatadigan chet ellik, xorijlik futbol mutaxassislari Cannavaro O'zbekistonga natija qilish uchun emas, shunchaki pul olish uchun kelgan. U dunyoning eng ko'p kuchli oylik maosh oluvchilar bo'yicha 4-o'rinda turadi. Cannavaro nafaqat o'zi, u Paulo Cannavaro ham albatta O'zbekistonga kelgan, umuman o'ziga kerakli bo'lgan qarindoshlar, o'ziga yaqin bo'lgan insonlarni olib kelgan. Maqsad O'zbekistonda faqatgina shunchaki pul ishlab ketish degan chet el mutaxassislari shunday fikrlarni bildirmoqda, lekin Cannavaro unday degani yo'q. Cannavaro faqat O'zbekiston terma jamoasida ijobiy natija qayd etamiz degan fikrlarni bildirdi, lekin mundial oldidan haqiqatan u jamoamizdan katta narsa kutmasligini aytgandi. Endi qadrli do'stlar, men ham katta narsa kutmadim, tan olaman. Haqiqatan biz bu tarkibimiz bilan Portugaliyaga, Kolumbiyaga qarshi, lekin Kongo deyarli yarim asr avval ular mundialga chiqqan. Bundan 52 yil avval Zair degan mamlakat bo'lgan. Aynan yangi rahbar kelgandan so'ng Kongo Demokratik Respublikasi deb yangi nom berilgan. Lekin mana shu Kongo terma jamoasi bilan ham qadrli do'stlar, biz kamida durang o'ynashimiz kerak edi. Hozir ko'pchilik aytmoqda, haqiqatan men Kongoni tarkibini ko'rdim. 100% bo'lmasa ham 70% Yevropaning top ligalarida o'ynaydi. Belgiya, Angliya, Fransiya, Germaniya, Rossiyaning Rostov klubida o'ynaydigan legioner futbolchilari bor, lekin birinchi bo'limda o'ynadik. Juda yaxshi men o'yladim, O'zbekiston kamida 2-0 yoki 2-1 hisoblarda g'alaba qozonsa kerak dedim. 2-1 bo'lganda ham durangni kutgandim. Ochig'ini aytaman, durang o'ynab qo'yamiz 2-2 va mundialdan 1 ochko bilan qaytamiz. Gollarimiz ham yaxshi bo'ladi. Deputat terma jamoaga xos o'yin ko'rsatamiz degandim, lekin unday bo'lmadi. Mayli, endi menga kelayotgan xabarlar, men ijtimoiy tarmoqlarda kuzatmoqdaman. Endi bizni boshqacha yo'l bilan o'zbek futbol muxlislarini ovutishmoqda. Cannavaro mundialga kafolat bermadi. Cannavaro ozgina fursatlar qoldi. Osiyo Kubogi 2027da jamoani finalgacha olib boradi. Biz Cannavaroga ishonamiz. Cannavaroga iste'fo bermaymiz degan bizga va'dalar berilmoqda o'zbek futbol muxlislariga. Xo'p, Cannavaroga biz ishonsak, biz mana shu tarkib bilan, mana shu taktika bilan bizni Osiyo Kubogida shunchaki anoyi jamoa kutmaydi. Hozir Osiyoda ham hamma futbol o'ynashni o'rganib olgan. Xo'p, mayli, anoyi jamoalarni yengarmiz, lekin mana bu Braziliya bilan, Belgiya bilan jangovar o'ynagan Eron, forslar yoki kunchiqar mamlakat Yaponiya bilan biz qanday o'ynay olamiz? Bizni xohlaymizmi yo'qmi finalda yoki yarim finalda yoki qaysidir guruhdan chiqqanimizdan keyin ham kuchli raqiblar kutadi. Mana shu tarkib bilan, mana shu futbolchilar bilan bizga va'da berishmoqda. Cannavaroning shtabiga, Cannavaroning o'zi Osiyo Kubogida men natija qilib beraman deyapti. Xo'p, Osiyo Kubogida biz shu natijaga erisha olamizmi? Mana shu savollar meni qiynamoqda. Va qadrli do'stlar, yana bitta narsa, xo'p, Cannavaroga iste'fo bersak, tuzilgan necha yillik shartnoma bo'lsa, o'sha pullar to'lab beriladi. Baribir biz
Kannavaro qolsa ham, qolmasa ham yutqizamiz degan savollar bo'lmoqda. Xo'p, mayli, Kannavaro qolar yoki Kannavaro ketar, pulini, tovon puli deymizmi, to'lab berar o'sha kelishilgan shartnoma bo'yicha. Lekin Kannavaro ertadan keyin Osiyo Kubogida yoki yana 4 yildan keyin bilasiz, Ispaniya, Portugaliya va Marokash 2030-yilgi jahon chempionatiga mezbonlik qiladi. Mana shu Osiyo Kubogidan keyin sekin-asta biz yana mundialga o'zi saralash boshlanadi. Barcha qit'ada, shu bilan birgalikda Osiyoda ham. Xo'p, Kannavaroga ishonib yursak, Kannavaro faqat oyligini olib jamoaga natija qilmasdan ertadan keyin mundialdan ham quruq qolib ketmaymizmi? Nimaga o'sha paytda Kannavaroga iste'fo bermadik? Nimaga o'zimizga mos yaxshi murabbiyni qo'ymadik deb. Endi aytishingiz mumkin, Kapaziyadan boshqa variant yo'qmi? Yo'qmi? Kapaziyadan boshqa variant bor, qadrli do'stlar. Lekin Kapaziychalik milliy terma jamoamizni biladigan murabbiy yo'q deb o'ylayman. Juda ham xohlagandik, Kapaziyni o'zi ham xohlaganda, menga terma jamoani bering, mundialga boraylik, yaxshi natija qilamiz degandik. Agar mana shunday o'yin bilan, mana shunday natija bilan, Kapaziy bilan qilganimizda terma jamoamiz bunchalik tanqidlarga qolib ketmasdi, aybdor bo'lmasdi. Chunki biz o'zbek bo'lgan mahalliy murabbiy bilan bordik, bizning natijamiz shunday bo'lishi aniq edi deb fikrlardik. Lekin juda ham nomi ulug' murabbiy italiyalik bilan bordik. Afsuski, natija yaxshi bo'lmadi. Mana shu tomondan bizga alam qildi. Qadrli do'stlar, ko'ramiz. Hozirda Kannavaro Italiyada, sentyabrda u O'zbekistonga qaytaman deyapti. Chunki bilyapti o'zbek xalqini qarg'ishiga uchradi. O'zbek xalqi undan nafratlanib ketmoqda oxirgi paytlarda. Endi to bu mundial eskirib, O'zbekiston terma jamoasi yana 1-2 o'yinlarni o'tkazmagunga qadar Kannavaro katta tanqidlar ostida qoladi. Oldimizda Osiyo Kubogi bor va qadrli do'stlar, yana bitta kichkina mundial bor. Xabaringiz bor, jahon chempionati Qatarda U17 o'smirlar o'rtasidagi mundial ham noyabr oyida start oladi. Unda ham O'zbekiston U17 terma jamoasi ishtirok etadi. Bu borada ushbu o'smirlarimizga ham omad tilaymiz. Mayli, mundialni unutamiz. Mundial bizga tajriba bera oldi. Umid qilamiz, keyingi mundiallarda yaxshiroq natija qayd etamiz va bizga natija bera oladigan, haqiqiy vatan tuyg'usi bilan, vatan uchun jon beradigan murabbiy bilan mundialga boramiz. Baribir xorijdan kelgan murabbiy, menimcha, biz his qilgan vatan tuyg'usini u his qila olmaydi. U o'zini vatanini tuyg'usini his qilishi mumkin, Italiyani his qilishi mumkin yoki bo'lmasa yana boshqa murabbiylar. Umid qilamiz, UEFA albatta kerakli qarorlarni chiqaradi. Biz UEFAdan ijobiy natija kutib qolamiz. Qadrli do'stlar, eng qiziqarli xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'lib qo'ying. Biz yana gaplashamiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Yaxshi kunlarda diyor ko'rishguncha albatta fikr mulohazalaringizni yozib qoldiring. Bizning kanalimizga albatta obuna bo'lib qo'ying. Instagramda ham Futbol Osiyoda qisqa shorts videolarni joylab boramiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Futbolda ko'rishguncha omon bo'ling.